Mana bu boshqa gap. Ana endi uy o'zimga qoldi. Nigor? Nigora? Nigor? Nigora, nima bo'ldi senga? Nigor, ko'zingni och. Nigor. Nigor. Alo. Alo, tez yordammi? Xotinim hushdan ketib qoldi. Nodirbegim 8-xonadon. Iltimos tezroq kelinglar. Nigor. Nigora dedim. Nigora, o'zingga kel. Oyi, siz yuvvoshsiz-da. Lekin men hazm qila olmayman. O'z otangga qarshi chiqasanmi? Xo'p, o'sha yosh ayolni qayerdan topmoqchilar dadam? Ko'z ostiga olib qo'yganlari bordir-da. Axir aytdi-ku dadang. Dadamdan nafratlanaman. Qo'y. Nafrat yomon tuyg'u qizim. Otangdan nafratlanma. Oyi, lekin Menga qara. Ijaraga uy topib bergan. nima uy turganda ijara sarson bo'lib yurasizmi? Ha. Dadang bilan oila qurganimizda ham ijara sarson bo'lib yurardik. Keksayganimda ham shu kunlar boshimda bor ekanda. Oyi, bizni uyga boring. Yo'q. Hamma sharoitimiz bor, bilasiz. Yo'q, bolam. Kuyovni oldida xijolat bo'laman. Nega xijolat bo'lasiz? Baribir o'zimiz yashaymiz, biz bilan yashang. Kuyovingiz ham sizni tushunadi, oyijon. Yo'q, qizim. Sen yangi kelin bo'lsang, bo'lmaydi, qizim. Oyijon, yura qoling. Men ham xotirjam bo'lardim. Bizni oldimizda bo'lsangiz. Qizim. Mendan xavotir olma. O'zimni o'zim eplayman. Koshki edi, oyijon. Qanday qilib bitta o'zingiz yashashingizni bir chetda tomosha qilib turaman, oyijon. Menga qara, qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen undan ko'ra tanishlaringdan so'rab ko'rgin, balki ijaraga uylari bordir. Ha? Nozi dugonam ijarachi izlab yurgandi. Ha, bo'lmasa shu bilan gaplashib ko'r. Lekin oyi, biznikida tursangiz bo'lardi. Qizim, quloq sol. Qizim. Xo'p degan. Oyi, biznikida yashay qoling. Yo'q, qila qolgin.